Assalomu alaykum, ukalar. Azamvoy jigarzam kuchayib ketdingiz a. Inshaalloh. Mashinalarni ko'z tegmasa zo'rlarni qo'yasiz. Ukam adush hurmat qilamiz. Ukamning ustoz sifatida qaraymiz. Tashrifingizdan rosa xursand bo'ldik. Xursand Uka, bo'ldim mana. martabangiz ziyoda bo'lsin. Hammani aka, hammani inshaalloh yana ham kuchayib ketaversin aka. Xullas Amir brendi bilasizlar, 91-yilda Amir bor. Oyoq kiyim ishlab chiqaradigan zavod, detskiy kiyim, mashina ham bor. Uka, katta rahmat. Aka, Namanganlik joningiz sog' nomidan sizga katta rahmat, uka. Rahmat. Shunaqa Sizlar ham qilib turing. sizlarga o'xshab yuraylik. Gap yo'q, aka, rahmat. Amir avtosavdoda Jiguli ishqoldari uchun VAZ 2106 87-yil kraska holatlar asfajit bo'lgan. Xo'p, mashinaga PAUK sistemada qilingan, BBS diskalar qo'yilgan, diskasini turishini qaranglar. 06 ishqozlari bunaqa sastiyani juda ham sevishadi. Salohiyatli o'zingizga bitta baho beringlar. Salohiyatli yaxshi holat turibdi. Mashinaning tashqi holatida kamchilik ko'rganimiz yo'q. 50 partiyada zo'r turibdi mashina. Diskasi o'ziga yomon yarashib o'ribdi. 87-yil VAZ 2106 asfajit bo'lgan. Xo'p, texnik holatlar yaxshi ekan. O'zingizlar uchun bir qator proverka qildirib olib, buni yurishingiz bo'ladi. Maza qilib minishingiz uchun $2900 baholandi. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Amir avtosavdoda Jiguli ishqoldari uchun VAZ 2106 87-yil kraska holatlar asfajit bo'lgan. Xo'p, mashinaga PAUK sistemada qilingan, BBS diskalar qo'yilgan, diskasini turishini qaranglar. 06 ishqozlari bunaqa sastiyani juda ham sevishadi. Salohiyatli o'zingizga bitta baho beringlar. Salohiyatli yaxshi holat turibdi. Mashinaning tashqi holatida kamchilik ko'rganimiz yo'q. 50 partiyada zo'r turibdi mashina. Diskasi o'ziga yomon yarashib o'ribdi. 87-yil VAZ 2106 asfajit bo'lgan. Xo'p, texnik holatlar yaxshi ekan. O'zingizlar uchun bir qator proverka qildirib olib, buni yurishingiz bo'ladi. Maza qilib minishingiz uchun $2900 baholandi. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi.